Hey yo, what's up? Hola qizlar, obunachilar. Yana sizlardan Pixjon. Bu Skyblock'ning ikkinchi qismi. Men end portalda noto'g'ri qilib qo'ygandim, keyin to'g'riladim. Xullas kalom adga borib nima bo'ldi bu tiqilib qoldi? Iya? Ey, yo'q, nima bu? Bunaqa joy yo'q-ku katta. Bunaqa joyda paydo qilishi kallaysi qo'yay, bu nima ekan? Bu izumrudga ovqat sotsa kerak. Ha-da, mendan yaxshi biladigan odam yo'q deyman. Bo'pti, men daraxt urug'ini olib borib ko'paytirib yuborishim kerakmi shunda? Shu mashaqqat ko'paytirib yuborsa bo'lmaymi? Shidar ekib yuborsa bo'lmaymi? Bo'ladi. Nima muammo bor, nima g'am bor, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri devoringlarda shu joyda. Mana shuni sindirsak, ketib qoldi-ku nariyoqqa. Afsida ko'p ekanligim ma'lum. Men lekin bu yana qanday chiqaman? Nima bo'lmayadi? Bo'lmas ekan bu Skyblock. Loy ekan. Bitta gap borda faqat tushib ketsam o'ylamam, o'lmayman. Mana shu hey. Qarayapman, uyim yotib qo'yaman. Yo, tushib ketaman. Hoppa. Parkur qilamiz. Hoppa, sakraymiz yana. Hoppa. Hoppa. Tushib ketmam yaxshi. Tushib ketdim debman. Hamma yotishadi, sizlar yotishyapti emas. Zombi paydo qolishi mumkin-da. Bitta qani joyga tayyorchi. Endi. Paydo bo'lmabdi. Yine nima qilamiz? Kirib oldim. Shuni sandim qildim. So'qqayli narsalarni yig'ish kerak ekan. Nima kerak? Ko'zi qondan nima qiladi? Zombi tersin to'g'ri. Mana Versakdan manni qiyasaymiz. Nimaga desang, o'zim bilmayman. So'ramayman, ishlab bo'ldi. Endi ozgina tosh qazib olsak, nima endi? Ozgina tosh qazib olsa qanday omadsizlik bittada keyin yerni kattalashtirib, daraxt uy ketguncha qilaman, uy quraman, ferma quraman, hayvonlar paydo bo'ladimi? Bilmayman shunisi. Atga borib maza aylanib yuraman, katta joy desam, adam bir bo'lmaydigan joy ekan. Nima ekan deydi-ku, qancha qilib aytganda. Yana eslatib o'taman. Obuna bo'lib, like tugmachalarni bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib tashlanglar, meni qadrishga qilsalar, keyin yangi video chiqadi. Qadrishga bo'linglar. Siz qo'yinglar. Doim öyle qolaman. Doim unaqa bo'lmaydi. Videogamda hayajonlanib qolamanmi? O'lib qoladi doim. O'lib qolaman.
Endi butun umrimiz shu tosh qazish bilan o'tib ketadi. Nima iloj? Majburmiz. Blog deb qo'yibdi. Van blog bo'lsa ekan, bitta blogni qazib ko'plar narsa desa, paxta deganlarni unday emasda, nima iloj qilamiz. Lekin aytib qo'yib, bu videoni sal minut kam bo'ladi vaqti. Chunki bilasizlar, shu ishlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun video kam chiqadi. Oltmishlik bobda qazib ketyapti. Ana bir stak tosh bo'ldi. Endi buni hammasini yo'q shu 99 plyusda yarimtalik blok qilamizda. Hozirchalik shuncha bo'lib turadi. Joyni kattalashtirishimiz kerak edi bu narsani. Sekingina kattalashtirib olamiz. Uchiga tosh ketadi. Qaramasdan. Ya zombilar urib tushib ketganiga Survoruvdi birinchi qismda meni. Shunga endi yomon fikrlar yozmanglar. Orqaga qaramabman, qulab ketyapman xayol bilan. Qarasam zombi shuni itarib yubordi, men tushib ketdim o'zim. Portalmaga men yana zombi paydo bo'ldim debman ko'kligiga. Keyin joyni katta qilaveramiz. Qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. To'g'rimi obunachilar? To'ppa to'g'ri. Yangi kanal. Shuning uchun obuna bo'l, like'larni bosib tashlaylar. Iltimos. Shu ketib oldi. Mana shu tugaguncha katta qilamiz, короче. Tugasin. Nima bo'lsa? Suv to'sh bo'lsa kerak. Qanday tekis qilishi? O'rganinglar. Oxirgi 9 tarsani bu tomonga ishlatamiz. Ishqilib yoritmayapman. Ana bo'lib zombilar kelib talab tashamasa bo'ldimi? Kecham tushibdi. Kamerasida aylana qilib chiqdim. Yerlarni yo'q tashlasammi, qilmasammi degan fikr borda, bular yerlarni ozgina olaman. Nima qilaman keyin? Gullarni daraxt ekib qo'yaman. Adday daraxt bo'lib tekani. Yo'da quyosh bo'lmasa o'sarmikin? O'smasa-da eng qizig'i. Nima qilgan? Bitta daraxt topdim, shu ikki mana urug' nima yetishmayapti. Urug' tushiraman. Shu qo'yaman. Lavayom, suv. O'lib qolib. Ana tushdi urug'i. Tushdi. Qanday? Ko'pincha daraxtlar sindirsam, urug' tushmaydi. Normal 2 urug' tushdi. Hozir mana shu yerdan mana shu yerlar sindirsam, to'xtaylik birinchi.
Hozir men shu daraxtga shuncha yetadi menga. Hozir birinchi. Bu nima tushmadi bu? Loy bo'ldiki bu. Akalar loy bo'lyapti bu. Vo ana tushdi. Vo ana ikkita tushdi. Kakras tushdi. Kakras tushdi. Kakras tushdi obunachilar o'zi ham. Ulgurmay qoldim-ku. Mayli, bip-ku bizda. Ikkita daraxt ekdik zatda. Bo'pti, bu videomiz ham shu joyda tugadi derdim, lekin bir addi xabar olib kelsam, bo'lmaydi. Hozir o'zimdan bironta xabar olib qo'yardim. Nima, o'lgimcha yo'qolay. Bildirib kerak. Bittagina daraja ko'taribdi, uylan. Uyilib qolardim. Loy bo'lardi. Videoda ekanmiz, chiqibdi ekan. Chiqqanmiz, qo'yib qayerdan chiqadi? Sizlar chiqadi deysiz. Chiqmaydi. Adda quyosh bo'lmasa chiqadi deb aytdilar menga. Naraxi borlik bo'lmaydi. Daraxt yo'qmi? Quyoshni qaranglar chiqishini. Tomosha qilinglar. Bu atmosferadan bahra olinglar. Qani endi mashaqqa bironchi joyga daraxt ekish kerak-da. Lava yo'q joyga korоче mashaqqa ekib qo'yaman. Bo'pti. Obunachilar, bu videomiz ham Skyblock'ning ikkinchi qismi ham shu joyda tugaydi. Keyingi qismda uylar quramiz. Sizlar bilan Pixjon bo'lib, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.